O'qituvchilarni ovoz yig'ishga majburlagan maktab direktori ishdan olindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Quva tumanidagi maktablardan birining direktori ishdan olindi. U o'qituvchilarning maoshidan tashabbusli budjetdan ovoz yig'ish uchun 700 ming so'mdan ushlab qolmoqchi bo'lgan. Quva tumanidagi maktablardan birida direktor o'qituvchilarning oylik maoshidan tashabbusli budjet ovoz yig'ish uchun 700 ming so'mdan ushlab qolmoqchi bo'lganda, bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova ma'lum qildi. Tizimda ba'zan jamoat noto'g'ri talablar qo'yayotgan, turli maqsadlar uchun mablag' yig'ish topshiriqlarini berayotgan, bir so'z bilan aytganda hamon eskicha fikrlayotgan mas'ullar ham uchrab turadi. Yaqinda Quva tumanidagi maktablarning birida o'qituvchilarning oylik maoshidan tashabbusli budjetga ovoz yig'ish uchun 700 ming so'mdan ushlab qolishni talab qilgan direktor bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Bu loyiha qisqa muddatda ochiqlik, fuqarolarning budjet jarayonida ishtirokini oshirishga xizmat qilishi bilan e'tiborga tushdi. Bu ijodiy islohotlarga o'qituvchi ta'lim xodimlarini majburiy ovoz berishga jalb etish, ular maoshidan pul yig'ishlar bilan soya solmaylik. Yana bir bor eslatmoqchiman, pedagoglarni ularning vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb qilish, turli maqsadlar uchun mablag' yig'ish kabi holatlar bilan hech qachon murosa qilmaymiz, deya yozdi vazir. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.